Xo'p, Tarjimaks dasturida demak biz AutoCAD dasturida rejalashtirib olgan o'sha demak planimizni, loyihamizni uch o'lcham holatiga keltirish vazifasini bir necha bor ko'rib o'tdik. Mana yana bitta misol. Shunaqa Kiril harfida demak G simon bitta shunaqangi 3 ta uy, ketma-ket 2 ta uy va bitta perpendikulyar holatdagi xonani yana bir bor ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana eshiklari alohida, oynalari berilgan, zina. Bizga endi asosiy kerak, bu yerda devorimiz kerak bo'ladi. Bu devorni biz ko'tarib olishimiz kerak. Bu uchun bizda ekstrud modifikatoridan foydalanamiz doimgidek. Demak, zinalarimizni alohida belgilab ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda biz boshqa bir yo'l bilan devorimizni yana loyihalashimiz mumkin, oynalarini. Biz turli xil yo'llarda masalan modellashtirishimiz mumkin. Bu modellarimizni har xil ko'rinishda amalga oshiramiz. Xo'p, segmentlarni belgiladik. Bizda attach hamda detach tushunchalari mavjud. Detach bizda shaklimizni keraksiz joylarini alohida ajratib olish uchun xizmat qiladi. Detach tugmasi yordamida buni ajratdik. Faqat devorimiz qoldi. Bundan biz nima qilamiz? Endi devorni o'zini Alt Q tugmasini bosgan holatda yoki mana bu tugmamizni Isolate Selection belgilab turganda izolyatsiya qilib olamiz. Ya'ni isolation degani shu ma'noda alohida uni ajratib olamiz. Mana ko'rinishni ko'ryapmiz. Bir tugmasini bossak, buni tarkibi vertex, segment, splinelardan iborat. Bular tezkor tugmasi 1, 2, 3 tugmalarga bog'langan. Bir tugmasini bosamiz. Ctrl A hamma vertexlarimizni belgiladi. O'ng tomonda bosamiz. Weld bu birlashtiradi. Hamma mana shu vertexlarimiz bir-biriga ulaydi, birlashtirib oldik. Endi bunga shu modifikatorimizni tatbiq etamiz. Extrude modifikatorimizni va balandligini 3000 balandlikka ko'tarib olamiz. Mana bizda devorimiz ko'tarildi. Faqat eshiklarimiz o'rnalari shunaqangi ko'rinishda ochiq. Biz har doimgidek bundan bitta kopiya olamiz. Ctrl V tugmasi yordamida kopiyani ajratib olamiz. Ustidagi ekstrudni olib tashlaymiz. Va natijada bizda mana chizig'i pastda hosil bo'ldi. Faqat devorimiz bizda qoldi. Mana ajrab, endi o'ng tomonda bosib Ctrl Editable Poly ga konvertatsiya qilib olamiz devorimizni. Shunda bizda oynalarimiz o'rni ochiq qolyapti. Top ko'rinishga o'tamiz. Klaviaturadan demak G harfini bosib setkamizni o'chirib qo'yamiz va buni demak yopib olamiz. Shunda biz boks yordamida aynalarimizni alohida qirqib olamiz. Biz boshqa yo'l bilan demak oynalarni o'rnini ochishda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Devorimiz alohida qatlam, eshik oynalarimiz alohida qatlam ko'rinishda turibdi. Biz uchun demak snap toggle privyaska, ya'ni bog'lamoqlarni bog'ladik bir-biriga. Segmentlar sonini kamaytiramiz. Bizda quyidagicha ko'rinishda bo'lib turishi kerak bo'ladi. Xo'p, bitta boksimizni hosil qilib oldik. Unga yaqinroq boramizda balandliklarini aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta balandligini biz o'sha qirqimlardan yoki fasadlardan olishimiz mumkin. X, Y o'qlari bo'yicha qiymatlar aniq. Bizda balandligini aytaylik 1650 qilamiz va Z o'qiga nisbatan demak uni ham balandligini 850 deb ko'tarib olamiz. Xo'p, mana shu ko'rinishda biz top ko'rinishga o'tamiz. Yuqoridan top ko'rinishda aynagimiz Z o'qiga nisbatan hozir mana 850 ko'targanligimizni bitta bilinmayapti. Biz bu uchun Y o'qiga nisbatan shift tugmasini bosib
mana qayerdan o'qni qayerdan ushlayotganligimga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu yerda belgilab olib kelib ikkinchi tomonga ham nusxasini qo'yamiz. Mana shunda ikkita z o'qiga nisbatan hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmadi. Ikkita demak kopiyalarini oldik. Endi xuddi shu tartibda qolgan joylariga ham bokslarni hosil qilib olamiz. Mana bu burchakdan bu burchakgacha balandlik modify paneliga o'tamizda bu yerga yozamiz 1650 va perspektiva z x o'qiga nisbatan z o'qiga nisbatan 850 yozib oldik. Yuqoriga ko'tarib oldik buni. Yana to'p ko'rinishga o'tib olamiz. Boshqa oynalarimiz ham albatta shu o'lchamda bo'lsa, shundan kopiyalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bitta, demak ikkita. Xo'p, endi bundan yana demak oldidagi oynamizga ham olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Faqat o'qlarga nisbatan aniq qiymatlarda harakatlanishimiz kerak bo'ladi. Boksda olamiz, bu yerdagi oynamiz o'lchami albatta boshqa o'lcham. Buni balandligini ham xuddi shu o'lchamda 1650 dedikda, perspektiva tugmasini P tugmasini bosamiz Z va albatta Z o'qiga nisbatan bu yerda 850 deb yana balandligini ajratib olamiz. Xo'p, buni endi mana shu bitta oynani belgilagan holatda o'ng tomonni bosamiz, convert to editable poly. O'ng tomonni yana bosamiz, ro'yxat o'zgardi. Mana bizda e'tibor bergan bo'lsak, attach tugmasini bosamizda mana bu oynalar bokslarimizni bir-biriga qo'shib chiqamiz. Ishlashimiz qulay bo'lishligi uchun F3 tugmasidan doimiy foydalanib turamiz. O'zimizga qulay holatga keltirib olsak bo'ldi. Demak, biz hosil qilgan oyna o'rnidagi bokslarimizni hammasini tanasini bitta keltirib oldik. Endi bularni tarkibi bitta poligonal holatda vertexni belgilasak hammasini belgilaydi. Xullas elementlarni har biri demak har biriga ishlayveradigan holatga, ya'ni bitta holatga keldi bular. Bu yerda endi yana nima deydi? Kichkina fortishkamiz bor. Bu fortishkamiz balandligiga demak biz 500 balandlik beramiz. Buni endi yuqoridan tepadagi Z o'qiga nisbatan tepasidan ushlab turib ko'tarib, bu oynalarimizni balandligida ko'tarib olamiz. Balandligini bir xil holatga keltirib oldik. Yana oynalarimizni belgilab, o'ng tomon attach bu oynamizni ham boksimizni ham qo'shib oldik. Endi bizda shu imkoniyat qolyapti. Devorimizni belgilaymiz. Modifikatorlarimiz ichida bizda component object bo'limiga kiramiz va bu yerda boolean operatsiyalar, ya'ni boolean operatsiyalari mavjud. Pro boolean bor hamda boolean bor. Pro booleandan foydalanamiz. Bu yerga albatta e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Union, intersect, subtraction, merge, attach, insert. Mana shu 6 ta demak imkoniyatlarni beryapti bizga. Biz buni subtractdan foydalanamiz. Subtractga demak galchka holati turibdi-da. Start picking tugmasi yordamida biz mana shu bokslarimizga bitta chertamiz. Natijada mana oynalarimiz o'rnini ochdi. O'sha boksimiz qirqib olib tashladi. Bu operatsiyalarni biz yaxshi avtokaddan bilamiz. Union, intersect hamda subtract. Biz bu safar devorimizni boshqacha bir ko'rinishda eshik oynalar o'rnini ochishda ko'rib o'tyapmiz. Endi faqat bizda eshiklarimiz qolyapti. Eshiklarimiz biz albatta xuddi shu tartibda kesib, tepalarni birlashtirishimiz uchun bizga yana standart primitivga o'tamizda boksda olamiz. Boksimizni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Modify paneliga o'tamizda balandligini 210 deb 2100 deb ko'tarib oldik. Mana bizga balandligi bo'yicha boksimizdan foydalansak bo'ladi. Faqat biz devorimizni ushlab, qaysi yuzalarini kesib birlashtirishimiz kerak. Buni aniqlashtirib olishimiz kerak. Biz bundan oldin boolean operatsiyalarini pro booleanni bajaruvdik. Shuning uchun devorimiz ustida mana shu pro boolean turibdi. Demak, bu devorimiz ustida yana biz o'ng tomonni bosib, convert to editable poly holatiga o'tamiz. Endi yuzalarni albatta belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Doim aytganimizdek, mana koordinat o'qlarimizni e'tibor beryapmiz. Move ish qurolida turibmiz biz.
Shunchaki belgilab chiqish uchun biz select object tugmasidan foydalanamiz. Ro'paralarini belgilab chiqamiz bir-biriga mana shu yuzalarimiz. Mana. Hop. Bularni belgilab oldik. Bizda kichkina bu xonamizni oynasi qolyapti ekan. Buni ham qo'shib belgilab olamiz. Mana hamma eshiklarimiz belgilandi. Demak, front ko'rinishga o'tamiz. Bizda eshigimiz, demak, left ko'rinishga o'tamiz. Left ko'rinishda mana eshigimiz usti ko'rinadi. Front ko'rinishida, proyeksion ko'rinishda ko'rinmasa, demak, chap tomondan ko'rinishdagi holatga o'tib olamiz. Demak, yuzalar belgilandi. Bularni ichida Quick Slice tugmasi yordamida privyaskalarda tepa qismini kesib oldik. Biz belgilab chiqqan har bitta yuzani usti mana shu balandlikda qirqildi hozir. E'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu yerlarda qizil chiziqlar hosil bo'ldi. Shu balandlikda bu qirqildi degani. F2 tugmasi bizda mana bu qizil hududni to'liq qizil bo'yalgan yoki mana shunaqangi ko'rinmaydigan holatda ko'rsatib beradi. Xo'p, endi biz har bitta yuzani o'sha tepa tomonini belgiladik. Merge tugmasidan foydalanamiz. Merge bizda kechirasizlar, bridge tugmasidan foydalanamiz. Bridge tugmasi yuzalarni bir-biriga bunday ko'rinishda birlashtirib beradi. Hop. Bridge. Mana eshiklarimiz ham tayyor. Hop, biz o'tgan darslarimizni yana bir bora takrorladik. Hozirgi holatda endi bu aytaylik binoyimizga tsokol qavatini, ya'ni fundament qavatini albatta yasab olishimiz kerak bo'ladi. Mana biz ishimizni boshida spline'dan, ya'ni mana shu devorimizdan bitta kopiya nusxasini olgandik. Mana shu nusxani yana belgiladim. Mana Alt Q tugmasini bossam alohida oladi. Bizga bu nima uchun kerak? Yana bitta buni kopiyasini olib ishlashimiz kerak. Ctrl V tugmasini bosamiz, kopiyasini oldik. Alt Q top Z. Bizga fundamentni hosil qilish uchun bizga ichki chiziqlar kerak bo'lmaydi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Bu yerdan mana bu yuzalarimizni hammasini belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Faqat tashqi yuzasi qolish kerak bizga. Bularni belgilab oldik. Vertex yordamida bularni birlashtirdik. Buni ham birlashtirib oldik. Buni ham birlashtirib oldik. Bizda aylanasiga perimetr bo'ylab chizig'imiz hosil bo'ldi. Biz demak spline'ga o'tamiz, belgilaymiz. Odatda fundamentlar 50 qalinlikda, devorlarimiz 40 qalinlikda loyihalanadi. Shuning uchun biz devorimizni belgilaymiz. 40 qalinlikda chizilgan biz devordan nusxa olganligimiz uchun outline tugmasiga biz demak minusga nisbatan -50 deb yozdik. E'tibor berayotgan bo'lsak, qizil chiziq ichkaridan qoldida, oq chiziqni tashqariga hosil qilib beribdi bizga. Bu qizil chizig'imizni udalить qilamizda, bunga yana modifikator extrude'ni tatbiq etamiz. Va extrude bo'ylab bu balandlikda aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 600 balandlikda bo'ladigan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda chizib olamiz. Faqat bizda devorimiz mana bu fundamentning ichki qismida turibdi. Biz nima qilamiz buni? Z o'qiga nisbatan ozgina yuqoriga ko'tarib olamizda, yana olib tushib o'sha belgilagan joyimizga qo'yamiz. Aylanib e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 50 sm, 5 sm, 50 mm masofada bizda tsokol qismi hosil bo'ldi. Xo'p, endi biz zinamizni albatta modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Zinani o'zini alohida belgilaymiz. Zinalarimiz e'tibor beryapmiz. Oynalar bilan bir xil. Bizga oynalar kerak bo'lmaydi bundan keyin. Shuning uchun biz oynalarimizni o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, zinalarimiz 1, 2, 3, 4. 15 santimetrdan yuqoriga ko'tarilishi uchun 4 tasi 60 santimetr tashkil etadi bizda. Bu o'sha. Hop.
zinamizni balandligini bizga ko'rsatib beryapti. Biz bitta zinamizni yasab olishimiz kerak bo'ladi. Balandligi 150, 300. Hop, zinamizni o'sha spline'ga konvertatsiya qilib olamiz. Albatta bitta circle, kichikroq circledan foydalanamiz. Hop, attach aylanamizni belgilab oldik. To'r bilan ya'ni trim yordamida bularni qirib oldik. Vertexga o'tamiz, murojaat qilamiz. Ctrl A, Weld Vertexes. Va biz bu chiziqlarimizni pastdagilarini albatta kerak bo'lmaydi. Alohida ushlab olamizda. Endi bu X Z hamda X o'qlari o'rtasida mana alohida buni kopiyasini olishimiz kerak bo'ladi. Kopiya olishimiz uchun biz Shift Ctrl tugmasini bosyapman. Men yangi versiyada shunaqa 2020-yilgi versiyada bunaqa bo'lmasligi mumkin. Mana 4 ta zinani holatini biz yasab oldik. Va buni olib kelib mana bu yerga joylashtiramiz. Xo'p, endi chizig'imizni oxirigacha yo'naltiramiz. Shu chiziqni o'zidan bizga bitta kopiya kerak bo'ladi. Red line. Chiziqlarimizni belt qilib oldik. Birlashtirib olganimizdan keyin albatta modifikator extrude tugmasini tatbiq etamiz. Biz alohida mana zinani ichi ochiq holatda ko'ryapmiz. Alohida yana vertexlarimizni belgilab, hammasini Ctrl A hamda Weld Vertexes qilib olishimiz kerak edi. Buni amalga oshirmagan. Mana endi normal holatga keldi. Xo'p. Biz koordinat o'qini markaziga qo'yib olamiz. Bu isolation holatidan chiqdik. Zinamizni ko'rinishda hozir modellashtirib olganmiz. Endi zinani oldiga olib kelamizda buni biz Y o'qiga nisbatan 180 gradusga burib olamiz. Va pastki burchagidan olib kelib joylashtiramiz. Joylashtirib oldik. Poliga, demak convert to editable poliga konvertatsiya qilib oldik buni. Vertexlarimiz yordamida bularni belgilaymiz. Va deb mana shu yerga oxirgi holatigacha olib keldik. Endi bizda shunaqa modifikatorimiz bor, symmetry deyiladi. S tugmasini bossak, S harfi bilan boshlanadigan modifikatorlarimiz ro'yxatini beradi. Bu tarkibida demak symmetrydan foydalanamiz. Symmetryda mana zinani aksincha ko'rinishini bu tomonga simmetrik holatda bizga tatbiq etyapti. Biz endi bu mirror tugmasidan belgilab ushlab mana zinamizni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biz buni 45 gradusda quyidagicha ko'rinishga keltirib olishimiz mumkin. 45 gradusga keltiramizda poliga o'giramiz biz buni. Convert to editable poly. Endi vertexlar yordamida ularni belgilaymiz. Move ish quroliga o'tamiz. Albatta bitta ushlab olib kelib mana shu burchagiga joylashtirdik. Hop, endi yana bu burchagidan ushlab ichkariga qo'yishimiz mumkin. Endi shunda yana qolgan oldi tomonga chiqish kerak bo'lgan zinalarimiz ushlayimizda. Biz F ya'ni 6 yordamida Y o'qini faollashtirib bunga nisbatan mana zinamizni ham modellashtirib oldik. Zinamiz chiroyli bir ko'rinishda. Bunga turli xil materiallarni tatbiq etib, bu yerda perillalarni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Perilla bu
zina tutqichi chiqayotgan odam zinani tutqichidan ushlab chiqib hamda tushishi mumkin, harakatlanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz oynalarimizni modellashtirib, joylashtirib o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu binoga tom qismini yasaymiz birgalikda. Hozir biz pastdan yana o'sha o'zimiz alohida olib qo'ygan nusxa, kopiya olib qo'ygan splaynimizni belgilaymiz. Bundan bitta kopiya olishimiz kerak bo'ladi.